Sevasizmi yoki bog'lanib qolganmisiz? Buni tekshirish uchun bir nechta belgilarni aytaman. Yaqinroq keling. Birinchisi, agar siz bog'lanib qolgan bo'lsangiz, sizda shunday holatlar kuzatiladi. Uning telefoniga tez-tez qaraysiz. Ya'ni undan xabar kelmadimikan deya tez-tez telefonga mukasdan ketish ham bog'lanib qolishning birinchi belgisi hisoblanadi. Ikkinchi belgisi o'ta va haddan ortiq rashk qilish. Uni juda ham rashk qilishni boshlaysiz asosli va asossiz ravishda. Uchinchi belgisi bu u bilan tortishib qolgudek bo'lsangiz, o'zingizni qo'yarga joy topa olmaysiz. Unga xuddiki ertalab ham, kechki payt ham, umuman kunning qaysidir qismida undan doim xabar kelishini to'xtovsiz kutasiz. Agar xabar kelmaydigan bo'lsa, bundan qattiq asabiylashib, o'zingizni baxtsiz his qilishni boshlaysiz. Agar sizda mana shunday belgilar bo'lsa, demak siz u insonga qattiq bog'lanib qolgansiz. Va bog'lanib qolgan insonlarning eng ko'p aziyat chekadigan holati shundaki, ular o'zini o'zi qattiq nazorat qiladi va o'ziga o'zi juda qattiq bosim beradi. Va bunday munosabatlar ikki kishi o'rtasida doimo janjalli va nizoli ko'rinishda bo'ladi.